Bir marta bo'lsa ham shu pechenye tayyorlab ko'rsangiz, boshqa pechenyelar tayyorlamay qo'yasiz. Xullas, idishimizga elangan un, sariyog' solib, ikkalasini yaxshilab uqalab olamiz. Ketidan esa razrixtelni solib yaxshilab aralashtirib, uni ketidan qatiq, tuxum sarig'i, shakar, atirgul suvini qo'yib, yaxshilab yumshoqqina xamir qorib olamiz. Nachinkasiga maydalangan yong'oq, shakar, tuxum doqini solib aralashtirib olamiz. Qorib olgan xamirlarimizni 10 bo'lakka bo'lib 10 minut tindiramiz. Tinib olgandan so'ng videoda ko'rsatilgandek qilib, xuddi shu ko'rinishda yoyib, o'rtasiga nachinka solib, xuddi shu ko'rinishda tugib olamiz. Tugib olgan xamirlarimizni xuddi shunaqangi qilib, ustilarini suvlab, shunaqangi qalbda gul chiqarib, o'rtasiga qo'yib, xuddi shu ko'rinishda bezatib olamiz. Keyin esa shunaqangi pinset yordamida xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, barrang kattalikda shunaqangi chiroyli qilib uzorlab berib chiqib olamiz. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni listga joylab, qizib turgan duxovkamizga pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan so'ng ustilariga xolasela shakar upasi, xolasela sirop surkab dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Ko'rinishi noodatiy, o'zi esa juda mazali bo'lgan retseptimizni bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rib, yoqqanida duo qilishni unutmanglar.